Ha, kim bor? Sovchilikka keldik. Sovchilikka? Dadasi? Ha? Sovchi keldimi? Uf, yanami? Yes. Voy, o'rgilay. Bilaman, sovchilikka kelgansizlar. Kiringlar. Dadasi. Bugunni o'zida 4-chi. Shuning uchun men senga darvozani qulflab qo'ydim. Biling, уже z. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Voy, qizimiz shunaqa aqlli. Shunaqa odobli, shunaqa tarbiyali, ayniqsa parasati zo'rda. Ukajon, ber, ko'ylaging kirib bo'pti, yuvib beraman. Opa, o'zi xos kiydim-ku. Ber dedim senga. Yaxshi ekan, opa. O'zi nima ish qiladi qiziz? Medin stock edi. Voy, zo'ru, kontraktni yo budjetmi? Kontrakt. Super. Ha, unda qiziz bitirib qolgandir-a? Birinchi kurs. Voy, qizlaringni budjetda o'qiydi deb eshitdik. Ha, endi teshik quloq eshitadi. Nima ham uni yumading? Opa, bu sizni kosangiz-ku? Kerak bo'lsa yuvasan, tushundingmi? Tushundingmi, jiparaq yuv. Eshitdinglarmi? Bu hali yarmi. Mana shu ukasining qulog'ini cho'zirib, shalpang quloq qilib qo'ygan. Kuyovda onasi kim? Man. Yopishtiradi shonuri. Qiz balani qaysar bo'lgani yaxshi-da. Muhimi kiradi-ku. Voy, qizimiz 18 yosh bo'lgan bilan qo'lidan hamma ish keladi. Voy, ovqatlarni aytmaysizmi? O kekslarni ham pishiradi. Ha, lag'mon ham iladi quloqqa. Cho'zadi. Bo'lmasa biz O'zidan so'ramoqchisiz. Qizim nima deysiz? bilmadim, sizlar nima deysizlar shu? Qizinglarni bir ko'rsak bo'ladimi? Bir choy olib kelsin. Iloji yo'q. Choy damlashni bilmaydi. Uy ishlarida voобще nol. O'zimiz o'rgatib olamiz, yo'q demanglar. Yomon shurakansizlarda, lekin. Oshga tushgan pashshaday. Ana itgan tur desa ketadi. Tur. Ha, ko'ryapsizlarmi? Sizlar ketmayapsizlar. Voy, haqiqatan ham zo'r restoran ekan, ha? Voy, Voy, Sardor aka yomon tushmadingizmi? yaxshi tushdim. O'zingizdek buncha shoshilasiz, o'zlari stolingizga tortib o'tirg'izib qo'yishadi. Ehtiyot bo'ling-da. Siz ham rosa ehtiyotkor ekansiz. Men sizga aytdim-ku, bu yoq juda akkuratniy restoran, sizga aniq yoqadi. Nima buyurasizlar? Bizga o'sha doim aytadigan zakasini olib kelib bering. Xo'p bo'ladi. Birinchi uchrashgan kunimiz bor-ku, o'shanda men bunaqa suv ichmasdim-ku. Rahmat. Yoqtirmagan suvimni zo'rg'a ichib majburlab tugatdim. Restoran sizga yoqdimi, Sardor aka? Ha, вообще dahshat. Bor-ku, ana. Labbay akajon chaqirdingizmi? Yo, men kutilmaganda bexosdan shu tomonga qarab yorimman. Yo, mumkin emasmidi? Sardor aka, jinnimisiz? Nimadir kerak emasmi? Kerak tinchlik. Marhamat, aytgan zakasinglar. Oho, bu sal ko'p emasmi, brat? Bo'kib qolmaylik tag'in. Oldin buni bitta yeb ko'ring, Sardor aka. Olib kelaman. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Rahmat, o'zing. Ovqatim qani? O'zi bir qoshiq edi. Sana jonga tegdilaring. Voy, Sardor aka, to'xtang, qatga. Men qarang, boshqa joyga boraylik. Pirashka xonaga boraylik. Mamitlarimiz ham unda souslar oqib, mamitlarimiz yog' va choylarni ichib pirashka yeylik.